Assalomu alaykum. Baxtiyor aka, yaxshimisiz? Charchamaysizmi aka? Bo'lgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Oilangiz baxtiga sog' bo'ling. Sizga bir kichkina bir savol. Siz kim nomidan keldik? To'g'ri. Ota-onangiz, aka-ukalaringiz, farzandlaringiz, ayolingiz nomidan keldik. Sizni tabriklaymiz. Sahnaga o'tib o'tasiz. Chiroyli dil so'zlarimiz, tabriklarimiz bor. Marhamat, keling. Baxtiyor aka, siz dunyodagi eng baxtli insonlardan biri ekansiz. 6 ta farzand. Har kimga nasib qilsin. 4 ta qiz. Jannat naq degan. Farzandlaringiz Umriniso, Shahlo, Umida, Gulshoda, Akmaljon, Alijon. Farzandlaringiz nomidan keldik. Yangam Dilfuza ota. Aka-ukalaringiz, ota-onangiz nomidan sizni qutlaymiz, tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu farzandlarning baxti tomonini ko'ring. Farzandlaringiz aytdiki, dadam dunyodagi eng mehribon inson. Bizni har doim qo'llab-quvvatlaydi. Dadam bizni qahramonimiz deb atadi. Dadam bor ekan, biz ko'ksimizni kerib yuramiz deb. Va sizga ajoyib bir dil izhorlari bor ekan, shuni o'qib beraman. Mehribonim, jonim dadam. Tashvishlar bilan ovvora bo'lib, siz har kuni bir quchib aytish kerak bo'lgan so'zni ayta olmagan. Esi yo'q, farzandlaringizni kechiring. Sizni juda yaxshi ko'raman. Baxtimizga omon bo'ling. Baxtli kunlarimizni ko'ring. Har doim boshimizda tursin deb. Va bitta she'r berdi, shu she'r sizga o'qib bersam. Farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz. Borligingiz bizlarga tortiq, kimim bordir qadardan ortiq. Hol so'rmadim o'zimdan ortiq. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Bo'g'zimga ne tiqildi shu dam, to'xtata olmas ko'z yoshin odam. Jon dadam, mehribon dadam. Sizni juda yaxshi ko'raman. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyodagi eng tabarruk inson, dada, sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarini yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam. So'zlarida mehribon dadam. Kamtargina hoqsor odam. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Farzandlaringiz sizni yaxshi ko'radi. Har doim sog' bo'ling. Yıkılsa usiyaga dadam, meni yomon desa, farzandlaringiz yaxshiligim yomon qizlari. Siz so'rsiz dadam, siz so'rsiz dadam, eng zo'r dadam. Taqdirimga sizdek ota bitilgan, boringizga shukr dadam. Siz so'rsiz dunyoda, siz so'rsiz dadam. Aka-ukalar, tabriklasangiz bo'ladi. Salomat bo'linglar. Aynen 100'ga kır kolata. 100'gasını Baxtiyor aka. Mamay Sharif bobo, dadingiz Qudrat bobo. Endi turib o'tirmasiz, yoshlar katta ekan, mikrofon bersam sizni bir ta'rif. Rahmat katta. Qudrat bobo.
Marhamat gapirasiz. Assalomu alaykum. Viloyatdan kelgan mana shu voqea o'g'lim depulari, hamkasblari. Mana bugun voqeani o'g'li to'g'ri yaxshi ko'p bo'lsin. Xudo bergan yoshda lazzatli yashayapti. Mana shu oilasida Kim senimi? Ha, vatansa. Keyin bilan qo'shib qaragan. Top bolalar yaxshi to'ylar qilishdi. Bunda yaxshi kunlar juda ko'p. Juda ko'p. Mana bu to'ylar ko'p bo'lsin. Hamisha yuzdan tabassum bo'lmasin. Voqeada hammasi katta mas'uliyat aytadi. Hammajon ayting. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar. Bu yig'ilishimizning asosiy sababchisi bo'lgan uka Baxtiyor. Tug'ilgan kunlaring qulli bo'lsin endi. Yuzlariga ko'r. Bola chaqang huzur halovatini o'zing ko'rgin. Senga baxtdan taxtalarman, tolidan boshingga toj, husni mulkingga omonlik, toji taxting garboj. Sog' umringiz salomat bo'lsin. Rahmat kattakon. Endi Bugungi tug'ilgan kuni qulli bo'lsin deydi. Sizlar bilan yuzlash. Ha. Qo'shganman qo'sha qari, o'g'il qizlarning orzu havosini ko'r, baxti kamolini ko'r. Topqinlaring hamisha to'ylarga, yaxshi kunlarga yozilsin. Uying obod, baxtli saodatli bo'laydi. Assalomu alaykum. Eng yaxshi kun. Tabiat topgan kun. Vaqtida Xudo bergan o'zini. Direktorlar hammasi sherik bo'lsin. Yuzga kun, yuzing yorug' bo'lsin. Yurtboshimizga, bolalarga hammasiga baraka bersin. Topganlar qo'ylarga bersin. Oyoqni endi hozir qo'ydim. rahmat kattakon. Mikrofon olsin. Hozir. Sizga aytsin. Assalomu alaykum aziz musobaqalarga mehmonlar. Rahmat yeganlaringiz uchun hurmat qilib. Men xo'jayinim tabriklayman. Hamisha juda yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. O'sha qarang. Hamisha yaxshilik qilganlarimiz yaxshi bo'lsin. Shu farzandlarning rohatini ko'ringizlar. Yaxshi kunlarini ko'ringizlar. Aytganingiz. Har doim xursand bo'lib kulib yuringizlar. Endi Yuzlariga ko'ringlarni sog'lom salomat bo'l. Bola chaqang huzurdan o'zing ko'r. hozir bitta tabrikdan oldin Voy ay. O'sha qarinlaringni. Tog'am hamkasb bo'lgan uchun tog'am ko'rgan tog'am hamisha shu bola baxtiga tog'am bilan yangam baxtiga sog'lom bo'lsin. Yomon kunlar shunday bo'lsin. Hamkasblar kollektivida ilk tomonlama hamkasblar o'tirdi-da. Ustalarim savdogarlar ham bo'ldi. Hamisha yaxshi kunlarda yetganingizda shu Akbar latofatlarga bering. demak. Alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun kasbdosh akamizni tug'ilgan kuni. Sizlarga shirin akajon, oilangiz baxtiga, bolalaringiz baxtiga, sog' salomat bo'ling. Eng yomon kuningiz mana shunday bo'lsin. Bolalaringiz baxtiga, sog' bo'lib, yangam bilan qo'sha qaring. Hamisha yuzlaringizdan tabassum arimasin. Yana bir marta tabriklayman. Rahmat. Tabrik. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatimizga yeting. Yangam bilan bola chaqangiz bilan baxtli bo'ling. Nima orzularimiz hammasi ushalsin aka. Shu gapni yo'qman aka. Keyin uyaga ketaversin aka. Mayli aka. Sog'lik, salomatlik. Sog' bo'ling. She'rni borku, taylab ketmanda bu gap. Rahmat akadan. Qog'in, keling unda. Meni jiyanim baxtiyor.
Yüzlerge kelsin. Hamisha omadini bersin. Bollarning vaqtiga omon bo'lsin. Nimaki yaxshi niyat bo'lsa hammasi chiqadi. Xudo bergan umrni baxtli bo'lsin. İşte de dedim. Bak to'g'ri. Rahmat aka. Izzat kim bor? Savdogarlar. Uzun finanslarni nega qilmoqlarni niyatini Allah'tan bilan qo'shaqarmiz. O'ramiz keng bo'lsin. Rahmat aka sizga ham. Avvalroq ikkalaringizdan qo'shib qo'yganingizdan tashakkur. Yaqinroq. Ikkalaringizdan tuman kuningiz bo'lsin. Bugun yangamniki ham Baxtiyor akaniki qo'shib qo'ygan kun ekan. Ikkalaringizga uzoq umr. Nasib bo'lsa, to'ylaringizni bosh ko'rib, bo'lsa, mana to'yni boshlasizlar boshlash. Ayni kechini Rahmat aka. Kaymoqim dedim seni yo'y, bomboqim dedim seni. Yana dayin seni, yana dayin seni yo'y. Buncha qiynaldim meni, shuncha qiynaldim meni. Marhaba aytaraymi, marhaba aytaraymi. Yüz yüz atıp gidesen, yüz yüz atıp gidesen. Kaymoqim dedim seni. Dedim seni, kaymoqim dedim seni, bomboqim dedim seni, yana dayin seni, yana dayin seni, yaman borina. Ko'nglim sultoni shohisiz, yuragimning vafo, hayolimning hamrohsiz, hayolimning hamrohsiz. Ya siz gelin, ya men varayım. Ya siz gelin, ya men varayım. Gel gelin bir köşelerini doldurun, yiğitlerini dolarını doldurun. Gelin bir köşelerini doldurup, yiğitlerini bularını doldurup, çırayda zorlukta orta yolda kaldırıp, ama kızını orta yolda kaldırıp, loppu loppu, loppu loppu, loppu loppu desem seni erkelem, erkelem, başıma götürsem bir kelem. Nazik, nazik, nazik. Sen hafa bulma ay kız, ağrıdın nazik bende. Sen hafa bulma ay kız, kızlarken yigitlerine hazır, bu kızlarken nazik, nazik. Nazik, 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 yine nazik, nazik. Orta tabandakiler! Gerçek marka kullanana, yerine izin vermene. Yoshligida salgan tushib ketgan qiz onamning kulgina salgan botib ketgan qiz onamning yoshligida salgan tushib ketgan qiz onamning kulgina salgan botib ketgan qiz